Bugun ba'zi qizlar nima uchun yigitlarni emas, balki oilali erkaklarni tanlashyapti? Xavfsizlik, himoya, mas'uliyat. Aynan qanday xavfsizlik? Aynan nimadan himoya? Qanday himoya? Oilali erkak mas'uliyatni ko'proq ola olgani uchunmi? Yoki oilali erkak mas'uliyatni bo'yniga olmagani uchunmi? Yoki oilali erkaklarning yonida qizlar mas'uliyatni olish shart bo'lmagani uchunmi? Assalomu alaykum. Men ismim Husnora. Men sizga yoqadigan, sizga qulay bo'lgan gaplarni muhokama qiladigan inson emas, balki aksincha, sizga yoqmaydigan ammo tagida haqiqatdan og'riq o'rnashib qolgan mavzularni muhokama qiladigan insonman. Demak, bugungi mavzuyimizda aynan yosh qizlarni yoki turmushga chiqmagan qizlarni nima uchun aynan oilali erkaklarni tanlashlari va ulardan nima topishlari va aynan qanday nimadan himoyalanishni istashlari haqida muhokama qilamiz. Bu yoqda dominant muammo sifatida meni tanladi ehtiyoji turadi. Chunki juda ham ko'pchilik qizlarimiz men tanlanishga noloyiqman, meni shunchaki borligim uchun tanlashmaydi. Tanlanish uchun ko'proq yaxshi bo'lishim kerak yoki boshqalardan ustunroq bo'lishim kerak istak bilan ulg'ayishadi. Demak, bugungi mavzuyimizda jarayonni boshida men tanlandim. Demak, men tanlanishga loyiqman. Tanlandimmi, demak boshqalardan yaxshiman degan og'riq yotadi. Bu narsa ko'pchilik qizlarga men kerakliman hissini olishga yordam beradi, через boshqalar turib uni tanlashganda. Bu emotsiyani esa ko'proq oilali erkaklar bu qizlarga yetkazib berishi mumkin. Chunki o'zi tanimagan begonani xotinidan u erkakni qizg'anadi va undan yaxshiroq ekanini, u ko'proq tushuna olishini, uni tanlaganida nimalarni yashashi mumkin ekanligini isbotlashga harakat qiladi. Bolam bechara. Barobar ichki qadrsizlik. Uni oilasi bo'lsa ham meni tanladi. Demak, men ko'proq ustunman hissiyotini to'ldirish uchun foydalanishadi. Aynan shu narsa o'zini isbotlash ehtiyojini to'yintirayotgandek bo'ladi. Bu narsa ota bilan bog'liq faktor bo'lishi ham mumkin. Agressor yoki sovuq ota, yetmagan mehr. Yetishish kerak bo'lmagan insonni yetishib bo'lmaydigan inson. Ya'ni u inson uchun kurashishim kerak. Bu meni maqsadim, bu meni o'ljam deydi va oviga chiqadi. Qiz muhabbat uchun kurashish kerak ustanovkasi bilan harakatlanyapti degan bo'ladi. Yana oilali erkak bilan gaplashish erga tegmagan yosh qizlar uchun xavfsiz masofa. Jiddiy yaqinlikdan qo'rqmasa ham bo'ladi. Chunki bu turdagi qizlar uchun jiddiy munosabatlar xavf. Oilali erkak to'liq tegishli emas. U menga, men ham unga. Orada masofa bor. Javobgarlik, mas'uliyat kam. Mendan ham, undan ham. Men unga emotsional yaqinroqman, lekin to'liq bog'lanib qolmaganman. Qachondir bir kun bunaqa sho'xliklardan charchasam va erga tegib ketaman desam, u menga vahima bilan xaos javob qaytarmaydi. Chunki uni yo'qotadigan narsalari ko'proq. Oilasi bor. Aynan shunday. Odatda kamdan kam holatlarda oilali erkak oilasi, xotini, qorako'z bolalari va jamiyatdagi uni o'rnini belgilab beruvchi akaxon va ukaxonlarini qo'yib sevgilisini tanlaydi. Qaysidir ma'noda bu bir-biriga ko'ngil qo'ygan ikki yoshni bilvosita qurgan o'yini bo'lib ham o'tadi. Aynan yo'q, men sevaman deysiz-ku, o'sha narsani aynan nima uchun sevgi emasligini haliroq tushuntirib beraman. Keyingisi tajriba va moddiy kuch barobar himoya. U tajribali, barqaror va moliyaviy yetuk. Har qalay shunday o'ylashadi. Hamma oilali erkaklar. Hayya, yana shoshmat aka, munosabatlarda, muloqotda detskiy emaslar. Albatta detskiy emasdi. Chunki emotsional hali o'zi to'yinmagan, bola pozitsiyasidan chiqishni istamaydigan, mana boq rejimida juft emas, dada izlayotgan qizlar uchun shoshmat akasi tajribaliroq va detskiymasroq, erkakroq ko'rinadi-da. Sababi oddiy, mas'uliyatni bo'yniga olishni istamaydigan, vaqtinchalik kayfiyatini ko'tarib, ehtiyojlarning hachiokalarini to'ldirib beradigan amaqli, bo'li kattaroq ko'rinishadi.
Albatta, ichki ehtiyoj, bolani ehtiyoji bo'lgandan keyin uni to'ldirayotgan inson dada o'rnida bo'lgandan keyin siz tengdoshingiz yoki bo'lmasam sizga juft bo'ladigan munosabatlarda siz bilan nimanidir muhokama qiladigan, gaplashadigan, kelishiladigan insonni asabingiz ko'tarmasligini man tushunaman. Mana man tushunaman qizlar, man sizlarni tushunaman. Ayblash niyatim yo'q. Shunchaki tek yildizi qayerda ekanini ko'rib chiqyapmiz. Oilali erkaklarni tanlab, ular bilan munosabat qilishga majbur qiladigan keyingi faktor man sizni qutqaraman. Bu yaxshi qiz sindromiga tekkan kasal. Chunki yaxshi qizlar odatda emotsional, tarqoq va stabilsiz, vahimali oilalarda o'sha vahima yuzaga kelmasligi uchun bor mas'uliyatni bo'yniga olib katta bo'lishadi. Aynan shu narsa keyin Shoshmat akani Kung Fu Panda haqida aytib bergan afsona va hikoyatlariga qizda achinish, mas'uliyat, javobgarlik hissi, man sizni tushunaman, man sizni qutqaraman, man sizni baxtli qilaman, uni faqat man baxtli qila olaman. Chunki bu yoqda Shoshmat akaning yetarlicha hikoyalar, afsona, rivoyatlari qalashtirilgan bo'ladi. Qorong'uda uchratgan yorqin yulduzimsan, san mani yashashga bo'lgan imkoniyatimsan. Axir men ham to'g'ri ayolni tanlashim va o'zim istaganday baxtli yashashim mumkin-ku. Axir u menga xiyonat qilgan-ku. Axir meni majburlab uylantirishgan-ku. Axir biz fitfilyon yildan buyon bir-birimiz bilan yashamaymiz-ku. Men faqat mas'uliyat, javobgarlik uchun kerakman. U oilada men boquvchiman xolos. Meni apparatda ishlatishadi, o'zimning hissiyotlarim yo'q kabi afsonalarni tez aytishlari tabiiy va uydagi mana bu hammani qutqarishim kerak, bo'lmasa men ko'proq kalta yeyman emotsiya bilan ulg'aygan qiz uni bu pandamizni qutqarish uchun qattiq bel bog'laydi. Ayollari ularni tushunmaydi, men ko'proq tushunishim kerak. Ular baxtsiz munosabatdalar. Men bilan baxtliroq bo'lishlari kerak. Ularning hissiyotlarini e'tiborga olishmaydi. Bor sho'xlik, quvonchni men berishim kerak. Ularni eshitishmaydi, men eshitishim kerak. Ularga men qulay bo'lishim kerak. Pappalam, seni traktor едет к нам. Bu tabiiy jarayon. Boshingizni shaq etib urib katta bo'lmagunizga qadar. Faqat bitta narsasi bor, bu hikoyani oxiri har doim ham yaxshilik bilan tugamasligi mumkin ekanini inobatga olish kerak. Shu o'rinda aytib ketishni istayman, juda ko'p holatlarda sizni Shoshmat akangiz aytib berayotgan uydagi mega jin, oq ilon, yashashga bermayotgan ayol qiyofasidagi ajina Shoshmat akangiz aytib berayotgan 100% hikoyani 1% ham xabari yo'q. Shoshmat akangiz yashayotgan og'riqlarni u tushida ham ko'rgani yo'q. Chunki Shoshmat akangiz uyga qaytib borgandan keyin "O jonim, hayotim, yagonam, seni sevaman, farzandlarimning onasi, meni qizlar ko'chada tinch qo'ymaydi" degan shior bilan ko'chadagi hamma betarbiya qizdan to'yib ketgan erkak sifatida telefonini polyotga qo'yadi va ekranini pastga qilib boshqa xonaga qo'yib farzandlarini quchoqlab uxlaydi. Aynan mana shu Kung Fu Panda haqidagi afsona va rivoyatlarga ishonish va ularni qutqarish uchun kurashishni asosiy tegi ildizi men kerakli bo'lishni istayman ehtiyojidan kelib chiqadi. Men qutqarsamgina kerakli bo'laman, tushunsamgina kerakli bo'laman. Bu mas'uliyatni bo'ynimga olsamgina kerakli bo'laman. Keyingi bu jarayonga olib borib qo'yadigan keyingi faktor bu taqiqlangan olma effekti, ya'ni psixologiyada shunaqa narsa bor. Insonni nimadan ko'proq chegaralasangiz, o'shanga ko'proq tortiladi. Chunki yashirilgan, sirli, taqiqlangan munosabatda insonga harakatlar, munosabatlar hammasi ko'proq dopamin beradi. Vahima ichida yashayotgan inson kurashish uchun, ya'ni undan keladigan dopamindan o'zini yashayotgan ekanini his qiladi. Hali yana buni davom ettiramiz. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, hamma dopamin ham muhabbat degani emas, sevgi degani emas. Dopamin miyada ishlab chiqariladigan gormon. Bu gormon sizga agar kamlik qilayotgan bo'lsa, gormonga nisbatan ochlik his qilayotgan bo'lsa, ehtiyoj gumburlab xarxasha qilayotgan bo'lsa, bu gormonni boshqa narsalar bilan ham shakllantirishga yordam berishi mumkin. Go'sht, shirinlik, mashg'ulot, hobbi, sport, kitob o'qish, даже uxlab ham.
Xo'p, qayerda edi? Bu bo'yicha bugungi kunda ko'p uchrayotgan noo'rin bu kabi munosabatlarni yuzaga kelishiga sabab har doim faqatgina qiz iflosligi, yomonligi, ersiraganligi yoki bo'lmasam birovni oilasini buzaman degan kir niyat bilan betini sur qilib, baqirayib chiqib munosabatlarga kirishib bo'lavermaydi. Bunga Shoshmat Jonniyam bir qop mehnati yoki bo'lmasam yaxshigina qilgan harakati, kavarniy, g'araz maqsad faqat qiz ichida emas, u bilan munosabat qilayotgan erkakjonni ichida ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam jamiyat, muhit shu bilan birgalikda qizni ichida qanday hissiyotlar bo'lishi mumkin, faqatgina iflos yomon ekanidan tashqari. Shuni o'qib bersam aybga buyurmaysizlar. Xo'p, qayerda edi? Topdim. Ichki bo'shliq, oiladagi e'tiborsizlik, sevgi uchun kurash, qadrsizlik, bolalikdagi emotsional o'ch, ya'ni qasosni qurboni bo'lish yoki bo'lmasam emotsional ochlik, mana bu yoqda bo'shliq bor, hissiyotlarga to'lmagan yama bor. Ana o'sha yamani to'ldirish uchun to'g'ri munosabatlarni emas, balki emotsional zo'riqishni yashab qolish uchun kurash eng to'g'ri yo'l deb bilish ham o'sha noto'g'ri tanlov qilishga borib qo'yishi mumkin. Nima uchun tinchgina sog'lom munosabatlarni tanlab qo'ya qolmaysan bolajonim deysizmi? Sababi oddiy. Sog'lom munosabat insonga tinchlik, halovat va xotirjamlik beradi. Ba'zi og'riqlar esa halovat, xotirjamlik, tinchlik bilan to'lmaydi. Mana bu yerdagi emotsional bo'shliqni, ya'ni emotsiyaga to'ymagan joyni endi norma munosabatlar bilan to'yintirish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun har qanday munosabat, antifanatdan fanat. Yaxshi munosabat ham munosabat, yomon munosabat ham munosabat degandek, undan ham kuchliroq hissiyot, emotsiya bilan to'ldirishga harakat qiladi. Odatda bu emotsiya ichki og'riq, kurashish, yetarli emaslik hissi va isbotlashga bo'lgan urinish bilan o'zini namoyon qiladi. Keyingi mavzuyimizning radariga esa aynan erga tegmagan qizlar bilan munosabat qilayotgan erkaklar bo'ladi. Kuzatishda davom eting.